Assalomu alaykum. Sabah ovozliq asarlari kanaliga hoş geldiniz. Kanalımızda Qaynam örkishi, Chala tekkan o'q, Manas daryosidan qaytish, Anjambay, Sarson ruh, Qanliq iz, Qanliq edir, Turma xotirlari mahbus ruhlar, tarixiy tazkira asar Ediqut o'g'lonlari Mo'ytilar jamiyati, G'ini Batur, Eli do'lqinlari qatorliq romanlar, Sabit Damolamning qisqacha tarjimali, Xo'janiyaz hojining ish faoliyatlari, shoir Toyir Talib bilan Ro'zi Saidning mushoirasi, Abdurim O'tkirning Tova deyman Tova nomli she'ri qatorliq asarlar bor. Asarlarimizni yoqtirib anglashingizni qarshi olamiz. Asarlarimizni boshqa to'plarga va do'stlarga tavsiya qilib qo'ying. Rahmat. Hamdi anglaydiganlar Şinjan Xalq Nashriyati 2000 yili 1-oyda nashr qilgan roman Eli to'lqinlari. Avtori Abdurahmon Qahar. 2-qism 17-bob. Banditlarga qarshi urush boshlanganda ilingan ma'lumot bo'yicha ular 4000 ga yetmaydi. Hozirgacha 2000 dan ko'pragi qirilib tugadi. Lekin yana shu son saqlanib kelyapti. Bugun bir o'rinni tozalab o'tib ketsang, ertasiga shu o'rindan xuddi qo'raydek unib chiqadi. Shunga Shimoliy front general shtabi banditlarga to'liq talto'kuz zarba berish to'g'risida Oltay polki bilan Nizamiddin polkiga buyruq tushirdi. Buyruq bo'yicha Oltay polki Oltayni o'rlab, Nizamiddin polki Undir qaraga Burultoqay daryosini o'rlab yurish qildi. 3-oyning oxirgi mezgili kun isib qolsa, qorlar erib kristallashib, sovib qolsa qetishib, havo klimati o'zgarib turgan chog'. Nizamiddin polki ezg'irin shamolga qarshi bir necha kun yo'l yurdi. Bu chog'da Oltay polkining Sarbastavga yetib kelganlik xabari keldi. O'zaro xabarlashib, moslashib hujum qilish uchun Sarbastavga Sivaz evatildi. Jamoliddin boshchiligida 3 nafar Sivaz miltiq, yon qurol, 6 dandan granat elib yo'lga chiqdi. Polik banditlarning Sar terakda ekanligidan xabar topdi-da, to'xtamay yurib Sar terakka tushadigan Potov, Tuyuq degan yerga keldi. Shuninggacha Sivazlardan hech qanday xabar bo'lmadi. Axir 1-divizion ot soldirib hujum bilan Sarterakka kirib bordi. Ammo qismga qarshi bir paymo o'q etilmadi. Bu hol hammani hayron qoldirdi. Wang Chung qiqas sadolarini anglab, aloqazodlikka tushib, tapanchisini batlab chiqqan Gomindan polkovniki Qora uyning eshigi oldida dong etib turib qoldi. Chunki uning udilda nodam boshliq 10 necha nafar otliq jangchi surlik qiyofatda avtomatlarni uningga tanglab turadi. Tashla qurolni! Qattiq vaqirdi Nodam. Polkovnik g'azab bilan uningga tikilib turadi. Nodam uning beshidan olqitib bir necha pay o'q uzgandan keyinla u tapanchisini tashlab ikki qo'lini ko'tardi. Uyni oqtiringlar! Bir qancha jangchi otlardan sakrab tushdi-da, polkovnik yeli chiqqan qora uyga kirib ketdi. Bu Gomindan polkovniki Şinjan garnizon shtabining buyrug'i bo'yicha bir batalyon qo'shinga yetakchilik qilib, Osmonga yordamga kelgan edi. Bir hafta burun ular mushu Sar terakka kelgan. 3 soat ilgari bu yerdagi aralashmoq qo'shinlar yo'tkilib ketib, polkovnik bu yerni eng pinhon joy hisoblab, issiq qozoq uyida qolgan edi. Boyqi jangchilar uydan 3 dona miltiq olib chiqdi. Bizning miltiqlar Mavo Jamoliddinning-ku. Nima? Milliy qism jangchilarda miltiqlarning paynikiga o'z ismini yozib qo'yish odati bor edi. 3 nafar Sivazning texicha izdiriki bo'lmaganligining siri ochildi. Nodamning ko'zlari yinib ketdi. "Ey, Rodopay, mavo miltiqlarning egalari qani? Biz o'ltirib atdik", dedi polkovnik hech qanday tap tortmay. "Iflos", titildab ketdi Nodam. "O'lik qayerda?" Polkovnik eransizlik bilan qo'lini pulanlatib, kaynidagi qumliq do'ngni ko'rsatdi. Kishi g'azablansimi, ko'ziga yosh keladi. Nodam o'zini aran-aran besib turadi. U chog'da Jamoliddinni o'ylamay qandoqmi tura olasin? Ota ko'rgan, ona ko'rgan, bir iriqning suyini ichib, bir-biriga kishnishib o'tishgan emasmidi? Xo'rliqni tang ko'rishgan, marhum Anvar apandining so'zlarini o'z qalblariga tang sing'arishib, zulmga qarshi tang bosh ko'tarishgan, qo'llariga tang qurol olgan, qaynoq janglarni billa qilishib, inqilob o'g'loniga munosib ishlarni qilishgan,
sening tapınыңga kirgan tikan mening ko'zimga kirsin deyishib bir-birini asrashgan sodiq samimiy do'stlar emasmidi? Uni o'ylamay yonmay mumkinmi? Texi dahshatlik manzaralar uning oldida edi. Uch jangchining jasadini ilib kelishdi. Bir qarg'an odam ikkinchi yinib qarayolmaydi. Jangchilarni qiynab, nayza sanjib o'ltirishgan edi. Jamoliddinning ko'ksiga emas, yuzlariga nayza sanjilib, g'azabdan yongan ko'zi ochiq biti qetib qolgan edi. Jangchilar o'zlarini tutololmay buqildab yig'lab ketishdi. "Hey, vahshiylar, senlarning naring odam, aytqina!" dedi Nadam polkovnikka yoshliq ko'zlarini tikib turib, "Munchilik qiynig'icha etivatsang bo'lmamdi? Qo'lga tushgan dushmanni qanday o'ltirish o'zimizning ixtiyorida", dedi u Nadamga go'liyib qarab. "Shundaqmi? Senimi qanday o'ltirish bizning ixtiyorimizda?" Nadamning ko'ziga hech nima ko'rinmay qoldi va butun badanlari jaqildab titrab ketdi. Hammani untidi. Uning butun g'azabi o'ng qo'liga jamlangan edi. Qilichini qinidan sug'urib oldi-da, qahri bilan uningga urdi. Polkovnikning beshi bo'ynidan sangilab qoldi. Jangchilar deyishib, go'yo xumordan chiqqandek intiqomini o'z qo'lida olgandek bo'ldi. Biroq bu ish birdamdala tarqalib, kuchlik munozara qo'zg'ab, polik shtabini davol o'tibdi. Asirlarni o'ltirish intizomga xilof. Bundoq jangchiga o'lim jazosi berish kerak. Bo'libmi, yuqori darajalik ofitserni o'ltirish texmo jinoyat. Jamoliddindek qahramon jangchini qiynab o'ltirsa, uning intiqomi ilinmamdikan? Bir jallodning o'ltirilishiga Nadamni tegishidamdikan? Nadamning qo'sh botirlik medali ashu jallodning xuniga teng kelolmamdikan? Mana bu g'ulg'ulalar polik kuchlik dushmanga duch kelib qolgandek qiyin ham jiddiy masalaga aylandi. Ba'zilar agar Nadamga o'lim jazosi hukm qilinsa, qismdan ketadiganligini bildirishdi. Ba'zi komandirlar milliy armiya bosh qo'mondoniga arz qildiganligini aytishdi. Yana ba'zilar Nadamni jazolamasa, harbiy ustab tuzumning buzildiganligini tilga ilishdi. Nadamning aql bilan emas, ochiq g'azab bilan qilgan ashu ishiga qadrli kitobxonlar Varisjonning qanday kayfiyatda bo'layotganligini bilganlar keladigandu. Bu hozir Vozvodning siyosiy xizmatchisi, tashviqotchisi, uning Vozvoddagi jangchilar nomidan so'zlayman deb aytgan so'zlari Gayetni aylantirib qo'ydi. "Yo'ldosh komandir divizion" degan edi Varisjon. "Biz Nadamni jazolamasak, harbiy ustabni qanday qo'daymiz? Mening harbiy intizom haqidagi tashviqotim butun milliy armiyaning tashviqoti, intizomi emasmi? U chog'da mening so'zimni kim anglaydi? Intizomga kim bo'ysundi? Bu qiyin ish bo'ldi", dedi Gayetmo qiyin ishga duch kelib gangrab. "Nadamni jazolamay bo'lmaydi. Jazolasang, ashu jallodga tegishilib ketsa, qandoq chidaysan? Qiyin ish bo'ldi." "Hey Gayetga, men jangchilarga nima deyman? Ular harbiy intizom oldida hamma odam barobarmi emasmi? Mahad bosqinchilik jinoyati o'tkazib, bir odamni o'ltirayotgani yo'q-ku da'vatidi. Nadamni jazolash, ustabni himoya qilish emasmi? Menmi uningga qayg'urman. Biroq amal qancha? Tuzum mening hissiyotim, orzuyimga qaramaydi-da." Batalyon komandirining beshi xuddi jinoyat o'tkazib qo'ygan odamdek tushib ketdi. Varisjonchu, ko'rib turibsizlarki, u intayin xushal. Uni etivatmagan taqdirdami, qamoqda yetib chiriydi yoki harbiylikdan qo'g'linib ko'zdan yetidi deb o'ylayotidi. Uzoq vaqtdan beri qancha terishmi qilolmagan ishimni niyatim o'ng'a tartib, mana endi Nadam o'zi qiladigan bo'ldi deb xushalligidan qin-qiniga patmay qoldi. Uning ichki xushalliqlari yuziga sakrab chiqmaymi qolmadi. Jangchilik turmushda, urush ichidagi hayotda biror jangchi jinoyat o'tkazib qo'ysa, uni jazolash xushalliq qo'zg'amay, ma'yuslik qo'zg'aydi. Og'zida harbiy ustab bo'yicha ish ko'rilsin deydi, ammo ko'nglida echinadi. Jangchilar Varisjonning ruhiy holatidagi shodlik, xushxo'ylikqa qarab bir qismi hissiyotga kelib qoldi. Polik shtabida bu to'g'riliq jiddiy yig'in chaqirildi. Jangchilarmi uxlamay jiddiy talash tartish qilishdi. Yurish ustidagi polik mushu ish bilan ta'virnib ketdi. Divizion komandirlari, komissarlar qatnashgan yig'in bu masalani uzil-kesil bir yoqliq qilolmay, toki yarim kechgacha so'zildi. Oxir Gayet mundoq dedi: "Nadamning o'tkazgan xatoligi
Мәхәтнең өткізген xatoliqiga o'xshash, ammo Nadam qo'sh baturliq jangovar jangchi. Шуңа Nadamga o'lim jazosi berishga bo'lmaydi. Yenik jazo berishga bo'lmaydi. Ig'ir jazo berish kerak. Meningcha ordenlari, unvonlari elib tashlanib, yo qismdan qo'llanishi kerak, yoki xo'jalik bo'limida ot boqarlik ishiga qo'yilish kerak. Gayetning fikri komandirlarning fikriga yaqinlashgan ham yig'inning oxirlashib birər çarının e'lon qilinishidan derak beradigan fikri bo'ldi. Nadam bilan Мәхәтni farqlantirish kerak, dedi Nizomiddin o'rnidan turib. Мәхәт bosqinchilik qilgan qiz kim? Shundoq ish qattiq jazolanmasa, armiyamizning xarakteri nimaga o'zgarib ketadi? Nadam chanab tashlagan polkovnik kim? Lekin mayli qandoq bo'lmasin, asirni o'ltirish ig'ir xatolik emasmi? Shunga Nadamga mundaq jazo beramiz, ya'ni eng ig'ir vazifa topshiramiz. Vazifini o'rindayolmasa, o'zini o'zi o'limga buyuradi. O'rindasa xatoligi kechirim qilinadi. Yig'in yarim kechidan oshganda oxirlashdi. Sarterak, teraklik yer. Atsi atiganligi butun polik yurish qilish uchun teraklik orasida atlandi. Yurishdan burun odati bo'yicha chiroyi surlik tus olgan Nizomiddin Nadamni oldiga chaqirib oldi. Sap bo'yicha rat-rat tizilgan jangchilar birdilla sur bosgan maydonga polik komandiri bilan uning oldida taq turgan Nadamga jiddiylashib qarashmoqda va komandirning Nadamga qandoq jazo hukm qilishini taqatsizlik bilan kutishmoqda edi. Maydon tevishsiz, hammaning quliqi dim. Ig'ir xatolik o'tkazgan jangchisan, dedi Nizomiddin qapqi silingan holda. Ammo qo'sh baturliq jangovar o'g'ilsan. Shundoqmi jangchilar? Jangchilar gurildab vaqirashdi. Shundoq, to'g'ri. Nadamning chiroyida qilchimi o'zgarish yo'q edi. U xuddi buyruq kutayotgan jangchidek turardi. Aka, yon qurolingni. Nadam belidan tapanchasini ilib uzatdi. Nizomiddin tapanchasining zatorini qayirib, 7 tal o'qni oldida ikkisini ilib qilib, qolganini pirqirtib tashlavatdi. Bir tal o'qni to'sh yanchuqiga soldi. Yana birisini tapanchasi bilan Nadamga qaytirib berdi. Gunoyingni oqlamsan. Bunansizmi har qandoq buyruqqa tayyorman, yo'ldosh polkovnik. Biz hozir Osmonning turgan yeriga yurish qilamiz. Sen bizdan burun ma'san. Gunoying uchun til tutib kelasan. Agar tutolmasang, men hiliqi bergan bir tal o'q bilan o'zingni etib tashla. Atmay kelsang, men ilib qolgan bir tal o'q bilan seni o'zim etib tashlayman. Xo'p, bo'ladi, yo'ldosh polkovnik. Buyruqingizni qat'iy o'rindayman. Atlan. Nadam chas berib kayniga qayrildi-da, ko'k itiga erg'ib mindi va taraslab yurib ketdi. Hamma yoq oppoq qor, faqat do'nglar, qirlar bir oz ichilgan. Sarterak ichi shamolsiz bo'lganligi uchun xili issiq edi. Kun o'rlab chiqqandan keyin ochiq shamol urg'ili turdi. Nadam daryoni bo'ylab atrofga sinchi ko'zlari bilan beqib ketib boradi. Tuyuqsiz oldidan bir to'shqon chiqib qilib, ot urkib yonga tashlanganda Nadam ustidan uchib ketdi. U ustivishidagi qorlarni qeqib, xortildab turgan etiga mindi-da yana yurib ketdi. Yiroqdan qara ko'ra bir nima ko'rindi. U yaqinlab berib daryoning o'qidida bir tüp terakning yonida ikki odamning o'tqalab o'ltirganligini ilg'a qildi. U etini ostiltib, texmo yaqinlab bordi. Shu chog'da ikki shiraqliq miltiqning terakka yo'lab qo'yilganligidan ularning bandit ekanligini, ehtimol u yerda qorovullikda turayotganligini fahmladi-da, oldidagi do'nglikning kayni bilan yurib, ularning yon tarafidan chiqishni o'yladi. Nadam aylanib chiqishiga banditlar uni ko'rib qoldi va aloqazodlikka tushib otlarga mindi-da, badar qochdi. To'xta, to'xta! Nadam miltiqidan 2 pay o'q uzdi. Ular kayniga qarabmi qo'ymay chapmoqda edi. Nadam etini devetib, ittiklab kelganicha muz bilan qoplanib turgan daryo ustiga soldi. Ot soldi-yu, daryoning o'ttirsiga kelganda muz yerilib ketdi. Yo'g'on bir parcha qalin muz bilan laylab qoldi. U etidan sakrab tushib, texi yerilmagan muzning ustiga sakrdi-da, muz yana yerilib ketib, uningdan yo'g'on bir parcha muzning ustida qoldi. Ham atrofdagi muzlar yerilib, u ot bilan billa oqdi. Dal shu chog'da polik yetib kelib, Nadamga vaqirgan ovozlar uchib kelishga boshladi. Bo'ldi, gunoyingdan kechdik. Bu yoqqa o'tib ket, apu qildik. Bu ovozlarning hech qaysi uning qulqiga kirmaydi.
U qirg'oqqa tutishib turgan muz ustiga sakrab o'tib, etini tortdi. Otmu bir sakrabla chiqib ketdi. U etiga tezlik bilan mindi-da, ikkisining keyindan etini bo'lishcha choptirib qo'g'ladi. Uchqandek chepib ketib borgan Nodam ularga yaqinlab keldi. Birisini etib, etidan mollaq atqizvatdi. Yana birisini mollaq atqizvatkili bo'ladi. Biroq etib bo'lmaydi-da. Oxiri ikkinchisiga yetib berib, miltiqning payniki bilan uning dumbisiga birini soldi. Mukchiyib qechib ketib borgan bandit ot ustidan o'zi bir yoqqa, teqimga qistirib olgan miltiqi bir yoqqa uchib tushdi. Nodammu etidan sakrab tushdi-da, yerdagi miltiqni qo'lga oldi. U shu chog'dala banditlarni qo'g'lagan chog'da jo'sini yeshib tashlaganligini esiga oldi. Tur o'rningdan, o'lim to'p, titraysan-g'o. Meni etib tamdikin demsan, sendeklarni etib to'yganman. Nodam o'lgan banditning yiniga kelguncha uni piyoda oldiga silib keldi. Shu chog'dala ikkisining chiroyiga sap soldi. Har ikkisila 16-17larga amdila borgan, ingaklarga texi siriq tuklarmi chiqmagan yosh bolalar edi. Hayot qolg'ini yig'lamsirab turadi. Buningdan har ikkisining Osmonning to'piga majburiy qatnashib qolganligini, texi hech qanday ishni beshidan o'tkazmaganligini his qilg'ili bo'ladi. Nodamning o'lgan banditga qarab ichi og'ridi. Nodam g'animat olgan 2 miltiqni o'shnisiga ortib, tutilgan tilni oldiga silib kelganda, butun polik uningga qarab turadi. U etidan erg'ib tushdi-da, Nizomiddinning oldiga hurmat qadam bilan kelib, o'ng qo'lni cheksiga oldi. Yo'ldosh polkovnik, buyruqingiz bo'yicha til tutib keldim. Yana gunohim qoldimi? Nizomiddin kulimsirdi va o'z jangchisining jasoratiga so'yindi. Yaraysan, sening gunohingning qolganligini komandir jangchilar biladi. Gurildigan tantanlik ovozlar ko'tarildi. Yaraydi, o'g'il. Tugmanning qo'lisidan butun chiqadigan xumpar deb o'yladi Varisjon va Nodamning sha'niga yangirgan qiyoqas cho'qonlardan ichi qorong'ulashib ketdi. Shu yerdan yo'lga chiqqan polik daryoni bo'ylab davomli yuqoriga o'rladi. Nodam tutib kelgan tilning iqrosi shundoq edi. Gomindan qismidan 300 kishi sar terakda bir hafta turgan va u yerdan yana qo'zg'alib, yuqorilab ketgan. Ammo urushning hililari ko'p. Razvedkachilar banditlar Qora tog'ning shimoliga qochdi degan xabarni ilib keladi. Ko'z yetim yerga necha soatlab mangasan, o'tib ketsan, hatto kunlab yurish qilasan. Oldingdan bir pay o'q chiqmaydi. Chunki u allaqachon janub tarafga qochib ketgan bo'ladi. U yoqqa safar qilsang, keynandan o'q chiqadi. Bir o'ringa nurg'un kuch bilan yurish qilsang, banditlarning qarsini topolmaysan. Az kuch bilan yurish qilsang, nadandir sana yo'porilib, shiddat bilan hujum qilib keladi. Lekin oxirgacha urush qilmaydi. Nurg'un o'liklarni tashlab ko'zdan g'oyib bo'ladi. Shunga jangchilar ularga shayton, quyun, ezitqu degan nomlarni qo'ygan. Mayli qandoqla bo'lmasin, hozirgi urush shaytonlarni qo'g'lash bilan xarakterlanadigan urush bo'lib qoldi. Shaytonning kundan kunga xo'rishi bilan haftalar, oylar o'tishga boshladi. 6 oy tavasida milliy qismlar kezmagan tog' edarlar, cho'l bayovonlar, to'qay chatqonliqlar oz qoldi. Hozir milliy qismlar polik bo'yicha emas, divizion skadronlar bo'yicha shaytonlar ustiga yurish qiladigan bo'ldi. Bu kangri zaminga shaytonlarmi, milliy qismlarmi terilib ketgan edi. Botir G'ozi o'z skadronini boshlab 3 kundan beri shaytonlarni qo'g'lab izlab yuratdi. Urushsiz kun jangchi uchun zerikarlik kun. U Sepkil tayda bo'lgan urushlarni o'ylab, ot ustida tavirnib ketib boradi. Hayotli bo'lsang, urush degan bu qiziq narsa. Hayron qolgudak tasodifiy ishlarni ko'rsan, deb o'z-o'ziga pichirlaydi u. Sepkil tayda xuddi cho'lchaklardek urushlarni qilmadikmi? Bir-birimizni bir qora suvla ayirib turdi. Orliqimiz 30 metrmi kelmaydi. Bir egizlikni talishib, xuddi baygiga tushgandek banditlar bilan chipishqinimiz ha. Hech kimning esiga kelmaydi-ki, otni ostiltib, banditlarni kaynidan etib to'kivatkili bo'ladi-ku. Ot degan jonivor jangga kirsa duldulda uchudi. Ot erning qanoti deganlar tepib aytgan ekan, kengligi 4-5 metr kelgudak cho'nqurliqlardan uchibla o'tib ketdi-ku. Qosh qaraygan mezgilda o'rinliq bilan yurgan qo'shin
Qara jabog'ining oyoq tarafidan yorliqqa yetib keldi. 6-700 ga yaqin banditlarning qo'rshovida qoldi. Banditlar uch tarafdan otlarini choptirib etib kelmoqda edi. Botir G'ozi bir pay o'q etish orliqida o'ylandi. Bir tamchi qanimiz qolg'ucha elish kerakmi? Undaqda meni eskadronimmi, banditlarmi qirilib tugish mumkin. Yo'q, men 90 kishilik eskadronimni 6-700 banditga tegishib etdimmi? Yetishish avj oldi. Qarong'u tushib ketib boradi. Botir G'ozi muavin komandirga aytdi. Qismni chekindirib elib ket. 2 jangchi bilan qolaman. Oldin to'sib zarba beraman. Bir tamchi qanimiz qolg'ucha elishimiz, dedi muavin komandir qat'iy holda. Yo'q, eskadronni saqlab qolish kerak. Qurbon bo'lsak, hammamiz birga bo'lamiz. Buyruq qilyapman. Eskadronni chekindirib ket. Bo'l, chopsan. Botir G'ozining xuddi o'tda kiyinib ketgan ko'zlaridan uchqunlar chachraydi. Yo'ldosh komandir, buyruqimni anglamsan? Yo'q. Bu munozara qiladigan paytmi? Bo'l, etib tashlayman. Eskadron shipqab chekinishga boshladi. 1000 tal o'q, 20 granat ilib qolgan Botir G'ozi 2 pilemotchi bilan cho'nqurliqqa tushdida pilemotlarni aplik joyga o'rnatdi va yopirilib kelgan banditlarni o'qqa tutdi. Ikkinchi qatim yopirilib kelganda granatlar tashlandi. Banditlar chekindi. Birdamdala jimjitlik hukm surib ketdi. Tun o'zining qora pardasini hamma yoqqa yaygan edi. Ammo yulduzlar tashlagan g'uva nur medirlagan jonni ko'rsatib turadi. Uchinchi qatim ular shiroqliq miltiqlaridan o'q uzib, chuqon bilan keldi. Mulqa, chaqabay, Xudo yo'lda olg'i bos. Ya Muhammad, amin. Ikki yonda 2 pilemotdan o'ttirda Botir G'ozining avtomatidan biraqla o'q etildi. Qo'mach qo'rg'andek shuncha vangcho'ng ovozlar ichida gup-gup qilib yiqilgan ovozlar anglanib turadi. Biroq o'ng yondagi pilemotchiga o'q tegib, kayniga uchib ketdi. O'q uning peshonasiga tekkan edi. Botir G'ozi uning pilemotini qo'lga oldida sayirtib etdi. Cho'nqurliqning uch tarafiga o'liklar dövlünüp ketdi. Ular əmdi ochiq qolgan 4-chi tarafdan kelishga boshladi. Mana əmdi ular o'z o'liklarini dalda qilib kelmoqda edi. Tashlanayotgan granatlarning zarbasidan cho'nqurliq titraydi. Atrof birda yorib, birda qorong'ilashadi. Vejildigan o'qlar o't bo'lib uchadi. Shuncha dahshatlik manzaralar, yengirgan ovozlar bir-birini qirayotganlar uchun hech qanday ish emas edi. Arzu armanlari, maqsad niyatlari boshqa bo'lganlikdan bular dunyoga go'yo bir-birini qirish uchunla yaralgandek to'ylatdi. Botir G'ozining ikkinchi pilemotchisi o'lib, o'zi yolg'iz qoldi. U birdam u pilemotga yepishsa, birdam bu pilemotga yepishadi. Granat tashlaydi. Banditlar uning yolg'iz qolganligini bilib qoldi-mu, shiddatli hujum bilan bostirib keladi va varqiraydi. Musulmon bo'lsang, tashla qurolni. G'azabdan butun badanlari bomba bo'lib portlashga tayyor turgan Botir G'ozimu vaqiraydi. Musulmonman, sendek go'mindonni topinin yalayotgan musulmonlarni qiradigan musulmonman. Botir G'ozining eng oxirida o'zini etilish uchun ilib qolgan bir tal o'qi va bir tal granati qoldi. U cho'nqurliq ichida o'rib turadi. Kelishmamsan, ot meni. U o'ng tarafdan o'milishib kelayotganlarga oxirgi granatni kuch bilan otdi va bir tal o'qi qolgan tapanchisini peshonasiga tangladi. Yo'q, nimishqa o'zimni otaman. Ular meni tirik tutmoqchi-ku. Mayli, tutsin. Endi so'z bilan ilishib ko'ray. U o'zini etivlishdan yaltaydi-da, oldig'ila kelib qolgan Osmonning Haydar otliq lashkar beshini etivatdi. Banditlar Botir G'ozini tirik tutishga muvaffaq bo'ldi. Uning put qo'lini bog'lab, beshiga tag'ar kiydirdi-da, otqa o'ng ko'rib ilib ketdi. Davomi bor.